Men o'zim Qirg'izistondan keldim. Men san'atchiman. San'atchi yaratadi. Intuitsiya orqali, his-tuyg'ular orqali o'ylanaman. Bu Biennalening katta konsepsiyasi yaralangan qalblar uchun retsept degan konsepsiya. Bu ishni atalishi 1000 duo deb ataladi. Uni biz 1000 ta roman orqali yasadik. Qalb uchun davo topish kerak degan menda o'y bo'ldi. U nima orqali? Ona bilan bo'lgan aloqatni izlash, yaratilish bo'lgan aloqatni izlash. Keyin men aytdim, men romanlardan ayollarni ishlatilgan romanlari orqali undan abstraktni hayvon yasagim keladi dedim. Installyatsiyani o'zi современное искусствоda hozirgi zamonbop vaqtdan aytilayotgan narsasida bu ko'p odamning ishi, bir odamning ishi emas. Romanlar ko'p ayollarni romani, bu volontyorlarning ishi bor. Keyin bu narsaga ishongan kuratorlar bor. AKDF ishonib bizni bu yoqqa olib keldi. Bu proyektda biz kollaboratorlar biz uchun romanlarni bergan Buxoroning ayollari bo'ldi. Eski romanlarni bizga beringlar deb to'pladik. Installyatsiya ilinadi, ko'chada ilinadi, muzeyning ichida emas, galereyaning ichida emas. Buni Xo'jaqalon masjidi bilan madrasaning o'rtasida ko'cha bor. Shu ko'chada biyga qo'yamiz. Men o'ylayman, bu O'rta Osiyodagi eng oxirgi vaqtdagi eng katta ko'rgazmalarning biri. Buxoro odamlari ularni ko'rishi menga qiziq. San'atni sezish kerak. Boshni o'chirib qo'yib, sezish kerak. Bu barimizga kerak. O'zimizni tushunishimiz uchun kerak, o'zimizni izlashimiz uchun, biz kimmiz, his-tuyg'ularimizni tushunish uchun san'at kerak. San'at chunki bu vaqtni tushunish uchun, bizga keyingi tarixni tushunish uchun, kelajakni tushunish uchun san'at yordam beradi.